Tanangiz qizib ketdimi? Suv o'rnini surishdi. Ha, mana bu akamiz kelgan ekanlar. Oyoq uyush bilan, bijirlash bilan kelgan. Necha oydan beri dedingiz? Avgustdan beri da. O'tgan yil 2025 avgustdan beri oyoq bijirlash to'xtamaydi, ha? Mana doktorlarimiz hali ham yaxshi bo'lganligiga kuydirib beryapti. Bu tomonni ham, bu tomonni ham kuydirgan mana. Chiqib bilmayman endi nima qilmoqchi bo'lgan. Odamni kuydirib. Yondiradi, kuydiradi degan nima ekanda. Hozir buni necha minut hozir nima qildik? Ha? Necha minut urdik? Muolaja qildik, 5 minut bo'ldimi? 5 minut yo'q, ko'proq 3 minut, 4 minut. Shu 5 minut deylik. 5 minutga mana hozir oyog'im bijirlashlari, og'rilari ketdi deyapti mana. Mana bu oyog'ini o'zi siyilib anglab o'ldi. Suv bo'lib ketdi. Mana shunday ukol dori olib qiynalib yurmaylar, kelib